Mana shu ishlaganmiz, keyin kompyuterlarga 14 yoshda maktabimizga kelib matematikani yaxshi bilgandim. Juda shunaqa meni baholarim 5-2, 5-2. 3 ta yomon ko'rardim. 3 ta 2 qo'yib qo'yavering derdim-da. Chunki menga вообще farqi yo'q edi. 5 bu meni yaxshi ko'rgan fanlarim. Yaxshi ko'rmagan fanlarim 2-3. Farqi yo'q. Просто. Mana ona tili adabiyot 5. A вот diktant yozsa полный 2 ani. Ruchkasi qizil siyohi anaqa qolmasligi mumkin-da. Har xatoda, har bir satrda, har bir so'zda xato. Даже rus tilida, o'zbek tilida shunaqa. O'zim nima yozganimni o'zim tushunmasdim. No ma'no sifatdan 5. Keyin 14 yoshda shu matematikani yaxshi bilganimga bir direktor kirdi-da, dedi, "Sen bu yerda anaqa yaxshi bo'lmayapsan. Xuliganlarga qo'shilib, bir anaqa davay get spets maktab ochildi. Har bir maktabga anaqa keldi, profil kerakligini. Men seni jo'nataman. Nima haqida? Programmistlikka bo'ladi." Okey, men Unitexnik jurnal olardim. Ota-onalarim eng zo'r jurnallarni bizga anaqa Uninaturalist, Unitexnik, Texnika молодежи olib berishardi. Kitobdan uyda вообще anaqa yo'q edi. VIPda hamma narsa. Keyin men уже bilardim. Kompyuter, programmirование там ozgina. Keyin spets maktabga tushdim. U yerda уже superkompyuterlar bor edi, mainframe'lar. SSRda oxirgi paytlari mainframe hech qaysi maktabda yo'q edi. Minskda qilingan IBM'da klon analogi. Bizda Yamaha MSX kompyuterlarida bu Z80 bo'ldi. Keyin 8086, 286, 386 kompyuterlar keyin chiqdi. Birinchi dodasi bularda Z80 edi. Bizda maktabda shu Z80 bor edi. Bizda o'sha pravits emas, именно там assembler. Bizani ustozlar shu spets maktabda hammasi universitetdan professorlar edi. Kandidat naukdan pasi yo'q edi. Matematikani, matrichniy уравненияларni biz o'sha 9-sinfda eshitganmiz. Ximiyadan hammasidan kandidat naukdan pas bo'lmasdi. Bu qanaqadir SSRda eksperiment edi, biz bilmaymiz nimaga, chunki fizkulturadan ham oddiy fizkultura emas, shkola olimpiyaskого резерва, рукопашный бой, азбука Морзе, Kalashnikov, beg, lyжи, плавание и грузовойlarda karbyuratorlarni anaqa nima qilib, Kalashnikovni ko'zni yumib anaqa nima qilish. Biz yosh bolalardik, bilmasdik. Qanaqadir darsliklar qiziq. Protivagazda kiyib olib, yugurib, orqamizdan urib, kombatlar. Shu spets maktab 93-yil, 92-yil bitirganimiz bilan SSR quladi. Mustaqil O'zbekiston bo'ldi. Bu bo'ldi, yopildi. Spets maktab yopildi. Srazu. Bu Moskvani qanaqadir anaqasi edi menimcha. Proyekt bo'lgan. Chunki 3 ta потокda, bittasi matematika programmirование bo'yicha, bittasi ximiya biologiya bo'yicha bo'lgandi. Uchinchisi menejment degan narsa endi boylarda bolasini tiqib olgan edi, hech kim o'qimasdi. Тоже spets maktabda. Juda qattiq o'qirdik. Уже menda shu maktab bitirayotganda коричневый пояс, chempionat Toshkentda 2-chi o'rin olganman taekvondoda. Походка boshqacha, zadvot batalikdan hech o'qiganim yo'q. No baribir shu ko'cha ham o'sha paytda вообще rivojlanib ketdi. Men anaqa yomon ko'rdim, kelib razborka degan tapsal solardim. Ну, то есть это urush ketish вообще nima emasdi. Shu maktabda bitirganda уже men programmist edim. 17 yoshda. Keyin hozir programmistlikni o'qigansiz, tushunishim bo'yicha. Keyin mana Siemens to'g'risida so'ramoqchi edim. Shu hikoyani aytib bersangiz agar, qanaqa bo'lgan. Kecha Instagramingizda rasmni ko'rib qoldik deb. Ko'p aytadi bu to'g'risida. To есть siz Siemensga kirgansiz, ishlashga qanaqa bo'lgan, shuni aytib bering. Asli men maktabda bitirganimda biz qayerga boramiz? Matematikani bilganlar. Прикладная математика tashgu. Yopildi bordik. Test boshlandi. Biz matematikani tashqari real ishni bilmaymiz. Boshqa fanlarda представьте 20 ta odamdan spets maktabda 12 ta odam qolgan, bitirganlar. Agarda bizani kelib matematikadan faqat so'rasa, biz 2-kursmiz. Testdan hammasi yiqildi. Nima qildi? Shu endi biz o'zbeklar bitdik dedi. Hammasi ketdi. Anaqa Mifi, Baumanovka, Rossiyaga, Piterga hammasi ketib oldi. 2-3tasi O'zbekistonda qoldi. Keyingi yil testdan tayyorgarlik qilib, keyin texnologik universitetga kirdi, kimdir har xil boshqa joylarga. Menga udar haligi kira olmadim. Keyin birinchilik kira olmadingiz siz ham? Ну, конечно, kira olmadim. Прикладной matematikaga. Xondan aytdim, u dars berardi, anaqada Selxoz universiteti agrarda. Ko'p odamlarni o'qishga kiritishga sababchi bo'lganida, chunki yonida
Agro-Hibio Dmitriy universiteti direktori edi. U yerda anaqa pozor семьи, anaqa как так anaqa o'qishing kerak-ku. Menga aytganingda men selxozga kirgizib man dadamni nima yaxshi tomoni u zulm o'tkazmas edi. Xohlaysanmi vыбор? Hammasi hozir institutga kiryapti. Diplom juda muhim, tam mandatory, metros, davay nima qilib selxozga kiramiz. Yo'q, kirmayman. Men yer bilan siz meni itda ishlatib yoshligida men ana bezilib qolganman men. Детская travma bo'lgan. Да, вообще, реально. Ketmon ushlash bu meni вот eng baxtsiz paytlarim ertalab bilan chiqib ketib o'tash yerda haligi nima savnaklarni chiqarish, toshlarni olib ketish, ariq qilish. Men buni любой dehqonni yaxshi bilaman. No, вот клятва, bu hali ichki anaqa protest. Hayotda lapatkaga ketmonga qo'lim tegizmayman. Вот вообще. Ikkinchi selxoz, agronom. Yo'q, вообще o'qimayman undan ko'ra. Bo'pti, bilganingni qil. Bunaqa gapi bor edi, xo'p, anaqa. O'g'lim bo'pti, короче, bilganingni qil. Keyin kirolmadim. Borib, dacha yerlar ko'p edi. Dadam dehqon oiladan o'sganligiga o'sha har xil shu olmalarni borib sotdim. Ketdim nimaga Andijonga nimaga ketdim? Islomiy направление bo'yicha. Keyin qaytib kelib odam aytdi, shu qanaqadir yoqmayapti mana anaqa qanaqadir sektor pektorlaring tam. Men buni tushunmayman. Keyin такой официальный tomondan ketamiz. Shu ularda ham bir anaqasi bor-ku, madrasasi, такой официальный Abduqosim madrasasiga shu tanishi juda bir ziyoli yaxshi inson. U meni radikal такой o'sha paytda такой ko'payib ketdi vahabizm, такой salafitlik paytdan bu virus yoshlar uchun. Nimaga 18 yoshda armiyaga jo'natishadi bolalarda? Chunki 18 yoshda bolani anaqasi yo'q, ota-onasiga anaqasi yo'q, zero, ya'ni anaqa avtoritet bo'lmaydi. Hali bola chaqasi yo'q, xotini yo'q, riskovat, hech narsasi yo'q-da. Bu katta g'oyalarning ustida o'zini qurbonlik qilishga tayyor. Shunga juda ehtiyot bo'lish kerak. Shu 16 yoshdan 18-19 yoshgacha любой qancha intellektual o'qimasa, ma'noli bir anaqa berilgan bir konstitutsiya bo'lmasa, to qaysidir oqimlarga juda ham keskin kirib ketishi mumkin. Bu yerda ota-onalar bolani yo'qotib qo'yishi mumkin. Absolutно, chunki avtoritet emas. Nima qila olasiz? Uydan ketdi и все. Вот. Поэтому menimcha shu 18 yoshda armiyaga jo'natishadi, shu anaqa testosteronni o'sha yerda yo'qotsin. Soat 5 da подъем и если еще urush bo'lsa, zastavlena o'sha yerda o'ladigan bolalarda. Chunki bolalari ikkita bo'lsa, hech kim anaqa g'oya uchun o'lmaydi. Есть что терять. Mana shu keyin sezib давай официальный tomonga borib, mana bir katta domlalar bilan tanishtirib, nima qilib, sal miyamni tozalab, joyiga qo'yib, mana shu madrasada birinchi turdovoyimda birinchi ishlaydigan joyim Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана. Такой mahir degan bo'lgan. Abdulaziz Mansurov degan shayx hozir такой ko'p kitoblar, Qur'on uni qo'lida ishlaganman. Kirganimda Korol Saudovskiy Arabiya qiroli pодарок qilgan O'zbekistonga kompyuterni anaqa Macintosh Apple. O'zbekistonda lazer printer hech qayerda yo'q edi. Faqat shu nimada bor edi. Islom anaqa Nur gazetasi chiqqan nashriyot при shu Духовном управлении o'tda O'zbekistonda eng zamonaviy kompyuterlar, mishka, Apple Macintosh, lazerli printer butun O'zbekistondan kelishardi buni ko'rgani prosta. Bo'lgan joylardan. Chunki hamma joyda haligi MS-DOS. Unaqa ama o'sha paytda shular bilan ishlab yonimizda keyin shu anaqa bir Betacam video studiya bor edi, ham eng zamonaviy, bu ham Saudiyaning koroli eski muftiga yordam nima qilib bergan. Keyin o'tda shu postavkani IVC Savdo vazirligini RIVSGA Республиканский информационно-вычислительный центр Государственной акционерной ассоциации O'zbek-Savdo, Министерство торговли бывшее. O'shani katta IVCsi bor edi, o'shalar postav qilgan. Ular kechasi kelardi, shu injenerlar ular bilan programmistlar bilan gaplashib, keyin ular aytdi, nima qilsan bu yerda? Men bu yerda madrasada o'qiyapman, bu yerda ishlayapman. Короче, anaqa, chiqib ketmaysan, bu yerda ketdi, anaqa. Ularni IVCsiga borardim kech payt. Keyin o'tdan ketib shu IVCda ishladim. Men ikkinchi ishlash joyim programmist bo'lib. 18 yoshimda, shu hamma narsa shu 18 yoshda bo'lyapti. Taxminan juda katta bir 10 yillik odamlarda tarixi meni 18-19 yoshimda paydo bo'lyapti. Keyin kechasi o'tda IVCda o'tirganimizda shu programmalar qilib taskelda kompyuterlar degan kompyuter sotardi faqat, lekin ularga o'sha paytda programmistlar kerak edi. Keyin kelib
anaqa bor, lebak ya'ni ishdan tashqari programma qilish. Nima programma? Ayta olmaymiz, programma qilish kerak. O'tirasan, biz ofis beramiz, programma qilasan. Yosh bolalarni yaqin, atrof o'qinda, o'ta kalonomani yaqin bolalarni, sen o'zbeksan, sen o'rislarni yaqinda, короче, anaqa programma qilamiz. Programmani biz keyin bilsak, apparat prezidenti uchun kanselyariyani yozganmiz. Lekin bular borib tadbiq qila olmaydi-ku. Biz apparat prezidentga 18 yoshda, men borib, keyin sen Macintoshni ham bilasanmi deganda, ha, Karimovda, ya'ni Rashidovda sekretari bo'lgan, kotibi va Karimovda ham bitta shu qarigan ayol uni pechatli mashinkadan men kompyuterga qo'yishgan, Macintosh men o'rgatganman. Keyin shu 18-19 yoshimda hamma go'sovetniklarni programmaga shu Macintoshga o'rgatganman. O'sha qanaqa familiyalar bor, uni hammasi ketgan, qari. Biz 18 yoshli bola qayerdaligini his qilmayapti. Shu bu apparat prezidenti. Bizning kiyimimiz, voобще anaqada kim bu odamlar? Bu tushunganlar bulardan uchrashish uchun $5000 berishga tayyor. Biza o'tiribmiz, choy ichib, lala qilib, dachilarga borib, dachilarda kompyuterlarni tuzatib, o'shanda menda immunitet paydo bo'lgan. Kattakonlar juda ham anaqa nima yo'q. Puls oshmaydi, qo'rqish yo'q. Такой, yurganman 18 yoshda. Men spetspropisk bor edim, 5-etaj prezident nimasiga, shu yondagilarga. Nimaga borardik? Ularning stolovoysida juda sifatli va arzon ovqat berardi. Ovqat uchun borardingiz-da? Ha, har kuni obedga borardik, juda kopeychka. Men o'sha keyin bilsam, mana shunaqa hayot ko'rsa odamlar haqiqatdan oyog'i yerdan uzilib, nima bo'lib ketadi. Ular ko'chada qanaqa narxlar bilmaydi. Ularda spets magazin, spets ovqat, вообще tiyin. Juda sifatli ovqatlarni har kuni programmani biz cho'zishga harakat qilardik. Nimaga? Keyin xatolarda, astag'firulloh, hozir eslasam, shunaqa qilib qo'yardik. Bir haftadan keyin xato chiqadi. Qaytdingizlar, kelib ketinglar. Biz obedga kelib ketardik. Ovqatlangani. Такое anaqa. Keyin shu keyin apparatdagilar aytdi, Lazov dedi, qanaqa через kompaniyalar pul to'layapmiz. Давай anaqa kompaniya ochgin. Напрямую sizlarga o'tkazamiz pul. Men bilmayman qanaqa kompyuter, unaqa program ochish. Dadamga keldim. Dada firma ochmoqchiman. Xo'p, nima qilishni bilmayman. Meni ishxonamda yurist bor, senga beraman. O'shanda $50 ga yaqin pul berdi. Mana senga anaqa firmani ochishingga, pul davay. Первоначальный kapital. Firmani ochib berishga dadam bergan. Keyin bizga muzey Lenin edi, hozir O'zbekiston tarix muzeyi. O'sha yerda apparatdan zvonok qilib bizga anaqa ochishgan. Ofis. Sovminda ham ofisimiz bo'lgan. Shu ikkita tomonda. Biza уже прямой apparat prezidentdan pul tushgan. Kabmin apparat prezident aslida pul faqat o'tdan keladi. Endi qaraysiz, yoshsiz. Siz stalovoyda kimdan o'tirasiz? O'zingizga o'xshagan yoshlar bilan tanishib olasiz. Mana shu networking birinchi. Bu hamma yoshlar keyin katta lavozimga, ular hammasi stajyor takoy bolalar, takoy yaxshi oilalardan, shu apparatda ishlagan bolalar, keyin hammasi xil. Ular programmist emas, именно o'zini sohasi bo'yicha kirgan. O'zini sohasi bo'yicha, kotibiyatda, keyin Minfin bilan birga почти ishlaganimiz uchun, Minfinga ham programma qilganimiz uchun, Minfindagi endi yosh institutni bitirgan bolalar kelib, ular bilan shu networking. Keyin hammasi kim katta oligarxlar bo'lib ketdi, kim katta lavozimga bo'lib ketdi. Birinchi networking. Keyin shu leadership, o'zlarda bolalarda boshqa shu 20 yoshdan keyin programmistlik qilmaganman. Esimda bor, налоговый kelgan, jurnalni ochgan. Ilk qarasa pullar faqat prezidentskiy apparatdan keladi. Boshqa joydan pul yo'q. Shuni yopishgan. Нас здесь не было. Chiqib ketgan. То есть haligi кошмарить biznes, налоговый anaqa kimgadir взятка berish, bunaqa narsa bo'lmaganda. Keyin mana shu nima paydo bo'ldi? Windows Excel'lar paydo bo'lib, mana shu Ministerstvo торговляdan Computerland keyin ishga oldi. Sales manager qilib. Qaylar, mana shu hamma narsalar 18-19 yoshlarda bo'lyapti. 2 yilda 4-5 ta ish almashtirish, anaqa tanish bilishlar orttirish juda переломный такой момент. И teoriya относительности anaqa vaqtni aytaylik, ana tualetda qaysi kabinka bu tomondan bo'lasa, vaqt har xil o'tadi-ku. Вот men uchun juda katta vaqt. Shunaqa ko'p narsa shu siqilgan ekan shu narsaga. Keyin shu kompyuterlarda sales manager, ya'ni kompyuter sotishni o'rganganman. Keyin Hightech degan katta kompaniyalar bilan tanishib olganman. Chunki u yerda marja katta edi. Hightech kichkina anaqa qilib, u yerda tanishib olganman. Hammasi men uchun ustozlar. Hamma odamlar
men uchun ustoz. Men bularni modellarini, gaplaridan, o'tdan bu yerdan ko'p narsani o'rganganman.